stomatit nima va uni qanday qilib davolash mumkin? Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, uy sharoitida stomatitni davolash to'g'risida ma'lumotga ega bo'lasiz. Men Jo'rayev Davron Yusupovich, 13 yillik tajribaga ega ulug' shifokoriman va shu yillar mobaynida ko'plab bemorlar stomatit bilan menga murojaat qilib kelgan va ularga muvaffaqiyatli tibbiy yordam ko'rsatib, kerakli tavsiyalar berganman va stomatitdan xalos bo'lishiga yordam berganman. Stomatit nima va qanaqa ko'rinishda namoyon bo'ladi? Stomatit bu og'iz shilliq qavatining yallig'lanishi hisoblanadi. Stoma og'iz, it yallig'lanishi, ya'ni og'izning shilliq qavatining yallig'lanishi degan ma'noni anglatadi. Stomatitda og'izda, og'iz bo'shlig'ida, milklarda, tilda, lunjlarda, anginada, anginalar ustida, halqumning yonida, halqumning orqa devorida va old va orqa ravoqlarda turli xil ko'rinishdagi, katta va kichkina yara ko'rinishdagi, oq yoki bo'lmasa qizil ko'rinishdagi toshmalar ko'rinishida toshmalar toshi bilan namoyon bo'ladi. Va bu bemorlarni juda ham bezovta qiladi. Qanaqaki yutish harakatida har xil nordon, achchiq yoki tuzlamali, sho'r mahsulotlar yeganda, sitrus mevalar, kivi, limon, mandarin yeganda juda ham og'riqli ko'rinishi yoki bo'lmasa ovqat yeganda, chaynaganda ovqat mahsulotlarining og'izdan og'riqli o'tish ko'rinishi namoyon bo'ladi va bemorlarimizga juda ham diskomfort holatni yuzaga keltiradi. Stomatit qanaqa shakllarda namoyon bo'ladi? Stomatitni qo'zg'atuvchisiga qarab turli xil bakterialli, virusli, zamburug'li va ba'zida ximik kuyishlardan keyin, misol uchun ba'zi holatda issiq suv yoki ovqat mahsulotlarini yeb yuborishimiz mumkin yoki ishqorli mahsulotlarni bilmagan holatda iste'mol qilib yuborishimiz mumkin yoki qanaqadir jarohatlar, travmalardan keyingi post-travmatik stomatit ko'rinishi namoyon bo'ladi. Sabablari nima stomatitni? Stomatitning sabablari juda ham turlicha. Aytib o'tdik, o'sha yuqoridagi jarohatlar yoki bo'lmasam organizmning immun sistemasi bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni immun sistemasining sushlashi yoki bo'lmasam gipovitaminoz, avitaminozlar, ya'ni vitaminlar tanqisligi yoki ichagimiz mikroflorasidagi buzilishlar, disbakteriozlar yoki oshqozon ichak traktidagi turli xil kasalliklar, oshqozon, 12 barmoq yara kasalligi, o't qopi kasalligi va turli xil mash'al kasalliklar hisobiga ovqat hazm qilish, metabolizmning buzilishi hisobiga ham aynan shilliq qavatlardagi yara chaqalarning paydo bo'lishi ko'rinishi namoyon bo'ladi. Xo'p, stomatit qanaqa qilib davolash mumkin? Stomatitni lor shifokori yoki stomatolog shifokoriga murojaat qilsanglar, albatta o'sha ikkita mutaxassis stomatitni davolaydi. Bunday holatda og'iz shilliq qavati chayiladi, yuviladi, ya'ni obработка qilinadi va antiseptiklar bilan yuvilgandan keyin obработка qilib qo'yiladi. Nimalar bilan? Ligol, misol uchun yoki metilin ko'k, mana shunga o'xshagan rastvorlar bilan surib qo'yiladi, obработка qilib qo'yiladi. Endi uy sharoitida stomatitni qanaqa qilib davolash mumkin? Uy sharoitida xuddi shunaqa lor shifokori yoki stomatolog shifokorlar bajaradigan ishni bemalol uy sharoitida qilsanglar bo'ladi. Oddiy misol uchun shalfey yoki bo'lmasam romashka eritmasi yoki furasilin eritmasi. Furasilin eritmasiga va yuqorida sanab o'tilgan eritmalarga aptekalarda bo'ladigan oddiy 3000-4000 so'm turadi. Xlorgeksidin eritmasi hamma aptekalardan topishingiz mumkin. Topish umuman muammo emas. O'shani birga bir nisbatda qo'shib og'iz chayish kerak. Ya'ni o'sha yaralar ustini yoki marliga shimdirib namlatta bilan artiladi. Agar yosh bolalar bo'lsa yoki katta yoshdagi bolalar, chayishni biladigan bolalar va kattalar bo'lsa g'arg'ara qilib og'iz shilliq qavati chayiladi. Chayilgandan keyin oddiy chakanda moyi, ya'ni oblipexa moyi surib qo'yiladi. Undan tashqari aptekalarimiz juda ham bor. Metrogel saqlovchi antiseptik gellar mavjud. Anasep gel misol uchun, metrogel lenta shu kabi gellarni o'sha chaygandan keyin og'iz shilliq qavatiga suriladi. Bundan tashqari yana ham xalqimizga juda ham tanish bo'lgan achchiq tosh degan narsamiz bor. Achchiq toshni ozgina suvda eritib yoki kukun holatda og'iz shilliq qavatida surilsa, mana shu stomatitdan qutulishga uy sharoitida juda ham zo'r yordam beradi. Siz va sizning yaqinlaringizda ham agar stomatit bezovta qilsa va og'iz va tomoq burundagi muammolar bezovta qilsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Sizga malakali tibbiy yordam beramiz. Foydali kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.